Assalomu alaykum, hurmatli Gold Mobile kuzatuvchilari. Men bugun sizlarga flagman modellarni qo'ldan kelgancha arzon narxlarda taklif qilib o'taman. Video oldidan sizlardan bitta narsani iltimos qilib qolaman. Shu videomizni maksimal darajada o'z yaqinlaringizga jo'natib, bizning kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Anchadan beri videolar qo'yolmayotganimiz sababli prosmotrimiz ancha tushib ketib qolibdi. Sizlardan bitta iltimos, mana shu videoni keng o'z yaqinlaringizga tarqatib beringlar. Xudo xolasa men sizlarga chegirma narxlarda Samsung flagman modelllarimizni eng qiziqarli arzon narxlar taklif qilib o'taman. Har bir smartfon IMEK registratsiyasi 100% rastamoshka bo'lib o'tgan bo'ladi. IMEK tomonidan 100% garantiya beramiz. Har bitta smartfonga zakaz bersalaringiz, sizlarga yoqqan telefonni davlat tomonidan video qilib tashlaymiz. Ma'qul kelgandan keyin zakaz berasizlar. 12 ta viloyatga dostavkasini mutlaqo bepul qilib men sizlarga arzon narxlarda qilib beraman. Xo'p, ko'ringlar, birinchi bo'lib sizlarga iPhone 14 Pro ko'rsatib o'taman. Birorta petnosi yo'q. Yangidek holatda. Bitta ko'ringlar buni holatini. Nuqtasi ham yo'q smartfonni, juda ham toza. 128 talik batareya yo'nalishlari 88%. Bitta sim, 4 ta eSIM podдержка qiladi. Narxi $510. Eng tiniq holatda. Xo'p, keyin ketidan iPhone 13 Pro 128 talik 78 заводской yo'nalishda. Holat ko'rib turganlaringdek, idealniy zo'r holatda. Petnolari yo'q, absolutno toza. Bitta sim, 4 ta eSIM podдержка qiladi bu ham. Narxi $420. Bu holati o'ta tiniq. Buni hali har xil holatdagi bilan adashtirib qo'ymanglar. Ekranda qirilgan, chizilgan, o'yilgan telefonlar bilan holati o'ta toza. Hali O'zbekistonda birorta odam ishlatmagan bu modellarni. Qo'limda Samsung S24 Ultra modellar turibdi. Bittasi krem rangda, bittasi esa natural titanium rangda. 12 ga 256 xotira, 5000 mAh batareya, bitta sim karta 4 ta eSIM podдержка qiladi. Holatlari smartfonlarda yaxshi sosteniyada bo'lib turibdi. Yo'qsalang bitta video qilib tashlaymiz. Narxi bo'ladi $635 ga $620 tashkil qiladi. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p, qo'limda bir dona Samsung S23 Ultra green rangda 12 ga 256 xotira, batareyalari 5000 mAh, bitta sim, 4 ta eSIM, holatlari zo'r sosteniyada $495 ga. Keyin sizlarga Samsung S22 Ultra lar ko'rsatib o'taman. Qaranglar, tepalarida salafallari, pastlarida ham salafallari olinmagan. Yangidek zo'r holatdagi S22 Ultralarni oppoq rangli turibdi qo'limda. 12 ga 256 xotira, batareya quvvatlari 5000 mAh. Holatlari zo'r. Narxi esa bo'ladi $370 tashkil qiladi. Ko'rib turganlaringdek salafan holatda turibdi smartfonlar lekin. Xuddi shunaqangi qora ranglisi ham qo'limda bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chotki sosteniyada smartfonlar. Xo'p, keyin ketidan sizlarga S21 Ultralar ko'rsatib o'tay. Silver ranglilarni Exynos 2100 protsessor, 12 ga 256 xotira, 5000 mAh batareya. Tiniq zo'r holatda $300 dan qilib berishga tayyorman bularni. Ular har xil holatdagisi bor, 250, 260 lari ham bor, lekin bunaqa tiniq bo'lmaydi. Ular O'zbekistonda ishlangan. Bular bitta plus tomoni, hali O'zbekistonda hech kim sim kartasi tushmagan. Qo'limda bir dona Samsung Note 20 Ultra modeli. Note seriyani eng so'nggi avlodi smartfonimiz. Tiniq zo'r holatda, 12 ga 256 xotira, 4500 mAh batareya. S Pen Perosning oldida bitta petnosi bor, bu burchakda bitta petnosi bor. Narxi ham zo'r, xudo xolasa $255. Keyin ketidan Samsung S20 Ultra 12 ga 256 xotira, 5000 mAh batareya. Skromniy va seriozniy qora rangda. Holati zo'r. Narxi esa $245 da tashkil qiladi. Ko'rib turganlaringdek zo'r sosteniyada bo'lib turibdi. Qo'limda S23 FE 5G modeli tiniq zo'r holatda. Bitta sim, 4 ta eSIM podдержка qiladi. 8 ga 256 xotira, 4500 mAh batareya bilan jihozlangan. Narxi esa $270 da tashkil qiladi. Xo'p, S23 Plus 5G 18 ga 512 va 8 ga 256 talik 4700 mAh batareya bilan jihozlangan. Holatlari o'ta tiniq smartfonlardi. $375 ga 512 talik, 360 ga esa 256 taligini qilib beramiz. Xudo xolasa, narxlari ham zo'r, eng tiniq, absolutno toza zo'r sosteniyada smartfonlar. Qo'limda S24 Plus 5G lar katta assortimentda bor yana наличиеda. 12 ga 256 bilan xotiralari, batareya quvvatlari esa 4900 mAh. Bitta sim, 4 ta eSIM podдержка qiladi. Bular xohlagan rasvetkalarida bor bizda. Narxi bo'ladi $450 da tashkil qiladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 445 dan ham qilib berishga tayyormiz. Keyin ketidan S22 Plus 5G smartfoni tiniq zo'r holatda, idealniy 8 ga 256 xotira, 4,5 mAh batareya. Narxi $270 da tashkil qiladi.
Keyin ketidan sizlarga S21 Plus 5 deyiladi. Shunaqangi salafallari olinmagan yangidek holatdagisini ko'rsatib o'taman. Bitta ko'ringlar smartfonni. Har biri shunaqangi salafan, xohlasan ham shunaqangi. Bir dona silvernangi salafan holatda 8 ga 256 xotira. Batareyalar 4800 amper. Juda ham chiroyli rangda, juda ham tiniq holatda $230 bular. Qo'limda bir dona S20 Fan Edition qaranglar smartfonni. Sochining bo'lib turishini. Juda ham neobishniy red produkt rangda. Polностью salafan atroflari bilan xuddi yangidek 6 ga 128 soatlik xotira, 4500 amper batareya. Narxi esa bu smartfonni hurmatli obunachilar $165 tashkil qiladi. Keyin ketidan S15 8 ga 256 xotira, 4500 amper. Holati zo'r. Narxi $180. Va 2 dona gamerlarning eng yoqimli smartfoni Samsung A95 6 ga 128 xotira, 4500 amper batareya. Bitta ko'ringlar salafanlarni. Xuddiki yangi bu smartfonlar $155 sizlarga chegirma narxda qilib berishga tayyorman. Va qo'limda bir dona A82 5G 155 ga tiniq zo'r holatda tepasi salafan 165 sotiladi atroflarda. Men sizlarga qulay narxda qilib beryapman. Qo'limda S24 5G 8 ga 256 talik batareyalar 4000 elegantli va kompaktli ixcham smartfon narxi $420 tashkil qiladi. Xo'p, keyin ketidan Samsung S23 5G lar qora va ro'zvi ranglarda tiniq 8 ga 256 xotira 3900 amper batareya, bitta sim, 4 ta eSIM. Narxi $320 tashkil qiladi bo'ladi. Xo'p, ketidan S21 Plusda B plusini ko'rsatib o'taman. Holati yaxshi, buni ham faqat tepasida sal shilinib qolgan joyi bor, lekin qolgan joylari bitta ko'ringlar. Zo'r holatda. Narxi bu smartfonni $215. Keyin sizlarga ketidan Samsung Note 25 lar 8 ga 256 xotira, 4300 amper batareya, Note seriyaning eng so'nggi avlodi. Holatlari zo'r, narxi $190. Keyin ketidan sizlarga bitta Samsung S10 smartfonni ko'rsatib o'tay. Qaranglar buni rangini, neobishniy ranglarda. 8 ga 128 talik xotira, 3,5 ming amper batareya, holati zo'r, hamma yo'g'i chotki. Narxi chegirmada $125 tashkil qiladi. Ketidan S22 5G da polностью salafanlar olinmagan yangisi qo'limda turibdi. Yangidek holatda 3700 amper batareya. Bitta ko'ringlar bunisini zo'r holatda $245 ga $260 tashkil qiladi. Bemalol zakaz beraverasizlar. Keyin ketidan S21 5G lar katta assortimenti bor, hurmatli obunachilar. Violet ranglari. Qaranglar, juda ham tiniq zo'r holatdagilar. Har biri shunaqangi holatda yangidek nuqtasi yo'q smartfonlar. Absolyutno toza. Gapimizga javob beramiz. Eng tiniq sostaniyada narxi bo'ladi $195. Har biri shunaqangi juda ham a'lo va zo'r holatda bo'lib turibdi. Keyin ketidan sizlarga Samsung Z Flip 5 5G 8 ga 256 xotira, 3700 amper batareya, adashmasam, bitta sim, 4 ta eSIM podдержка qiladi. Oldida ekranlari bor. Bu smartfon hamma yo'g'i chotki. Narxi $305 tashkil qiladi chegirmada. Keyin ketidan sizlarga $415 ga Z Flip 5, Z Flip 6 5G 12 ga 256 xotira, 4000 amper batareya, bitta sim, 4 ta eSIM. Birorta nuqtasi ham yo'q smartfon, xuddiki yangidek holatda bo'lib turibdi, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi smartfonlar shulardan iborat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar va bizning Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizga обязательно obuna bo'lib qo'yishdan chiqmasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.